Suvdoshlar vaqt o'tib ketibdi. Kecha maktabdan chiqib ko'chada kulib yurardik. Uyga kech qolsak qayerda yuribsan degan gaplardan qo'rqardik. Bugun esa o'zimiz kechasi bilan ishlab, bolalarimiz uxlab qolmasin deb shoshyapmiz. Kimdir musofirdan non topaman deb yuribdi. Kimdir oilasi uchun tonggacha mehnat qilyapti. Kimdir esa hayot bilan indamay kurashyapti. Hayot hammamizni o'zgartirib yubordi, lekin ichimizdagi o'sha bolalikni o'ldira olmadi. Hamza maktabi Beruniy tumanidagi o'sha kunlar. Sinfdoshlar, sinfdoshlar, qalban hali bolalarmiz. Sinfdoshlar, sinfdoshlar, ko'zda ham sog'inch boramiz. Agar bir kun yig'ilsak, hammamiz yana kulamiz. Partadoshlarimning kulgisi hammasi xuddi kechagidek esimda. Oldin dada, ona deb yugurardik. Endi esa bizni dada deb kutayotgan kichkina yuraklar bor. Ba'zan hammasini tashlab o'sha bolalikka qaytgim keladi. Hech narsani o'ylamay yana sinfdoshlar bilan kulgim keladi. Agar bir kun yig'ilsak, ishonaman hammamiz kulamiz. Lekin ko'zlarimiz ichida sog'inch ham bo'ladi. Men Akmal Ahmedov. Sinfdoshlar, sinfdoshlar, qalban hali bolalarmiz. Sinfdoshlar, sinfdoshlar, ko'zda ham sog'inch boramiz. Agar bir kun yig'ilsak, hammamiz yana kulamiz. Sizlarni unutmagan do'sting